Assalomu alaykum ammalarimizga yana bir bor. Bugun 29-may 25-yil. Mana bitta zakazimiz tayyor bo'ldi. Bularni faqatgina avrastar qilib, yostiqlarini tayyor qildim. 8 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz. 9 ta yostiqlarimiz 55 ga 70lik. Mana orqasi kadifen o'ziga mos. Yaxshisidan qo'yilgan, hamma tikilishlari overloga yopilgan zamoglik. Bularning ichiga hammasiga qop qilinadi. Mana ko'rpachalarimizni astlari gold satin. Bironta joylari salqi kelib qolmagan. Lab-libachalariga o'ziga mos bezakchalar urilgan. Mana bemalol tikilishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rpachalarimiz. Mana lab-libachalarini bemalol ko'rib baho beringlar. Hammasiga bezakcha chiroyli qilib urilgan. Yostiqlarimizni chappa holatidagi tikilishlari har bitta bo'limi bitta overlodan chiqqan. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Po'paklari, zamoglari qo'yilgan. Mana rosta holati ko'rsatib o'tganman. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Telefon raqamimni videoni ustiga qoldiraman. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.